7-chi ishtirokchiga o'tadigan bo'lsak, ismingiz? Hammaga assalomu alaykum. Ismim Javohir. Yashash joyim Amerikada. O'zbekistonda hozirgi paytda mehmonman. Meni o'zi kasbim hozirgi paytda yoshlar ichida birinchi Gollivud aktyori bo'lganman. Kino industriyasi bo'yicha. Akamiz ham kino industriyada ekanlar. O'zim Gollivudda, Amerikani kino industriyasida tan olingan birinchi o'zbek aktyoriman. Kim tan olgan uni? Yaxshi savol berdilar. Yo'q, aka yaxshi savol berdilar. Kim tan olgan? O'zbekistonda birinchi tan olingan eng yosh aktyor o'zim bo'laman. Ya, xo'p, kimlar tan olgan endi? Endi O'zbekistonda ko'p gaplar aylanganda Gollivud qaysi kinosida chiqqansiz? Qaysi kinoda? The Doll. Hozirda o'zida internetda qidirib. Qanaqa personaj o'ynadingiz? Bu yerda partiya holati bo'ladi. Biz studentlar bo'lganmiz kinoda. Bu yerdagi meni personajim yomon bolani rolda o'ynaganman. Gonorar qancha bo'ldi? Endi bu birinchi kino bo'lgani uchun $30,000 ajratishgan. 30 ming? Ha, Sizga-ya? 30,000. Bu Gollivud-ku. Jingalagingizni olib kelmadingizmi? Yo'q, aytdim, vodiyda faqat. Yo'q, sal qo'yardik-da. Undan oldin bitta savolim bor. Endi jurilar taraflama savol kelyapti-ku. Sizga ham savol bersam, agar mumkin bo'lsa, kino industriyada ishlayman dedingiz, to'g'rimi? Ha. O'sha industriyani nimani tushunasiz? Kino ishlab chiqarish, undan daromad ko'rish. Prodyuserga birinchi o'rinda nima kerak bo'ladi hozirgi paytda? Endi davlat ishxonasi bo'lgandan keyin bizda основной hamma ish xat hujjat. Lekin birinchi marta eshitdim. Prodyuserga xat hujjat kerak bo'ladi. Bizda tashkiliy ishlar hammasi shartnoma, yozma. Naqd pul yo'q. Qaysi kinoni ishlagansiz, prodyuser bo'lgansiz? Men oxirgisi hozir ishlayotganim firibgarlar. Ehtiyot bo'ling firibgarlar, serial. Pomidor yeydigan emasmi? Yo'q, u tadbirkorlik faoliyati haqida gapirmadingiz-da, keyin endi yolg'oningiz sal boshqalarga nisbatan o'xshamadi-ku. Xafa bo'lmaysiz. Endi bitta internetda qiziq ko'rsangiz, kim yolg'onchi men yo siz? Chunki sizni yolg'onchilik bildim. Siz prodyuser emassiz, 100%. Urdimmi? Bitta narsani aniq bilaman, jurilar endi ishonishmadi-yu, yolg'onchisan, endi rosa nima deyishdi. Edit qilib turib, o'zlari qo'yishadi Instagramda. O'shanda keyin gaplashamiz. So'zimni nimadan boshlayman? Hech qachon millioner inson o'zini millionerman deb tanishtirmaydi. Ya'ni hozirgi bu yerdagi syomka jarayonida bitta narsani his qildim. Jurilarda основной gap, chunki ular o'zlari ham hali o'zlarini tushunmayapti-da, shu bu jurida his qilishmayapti. Aynan kino industriyasi haqida gaplashdik. Endi men Gollivud aktyoriman deganimda, u odam o'zingizlar ko'rdingiz, savol berdim, savolimga javob bera olmadilar va umumiy fikrim juda ham zo'r. Juri insonlarda, agar siz ham shu videoni ko'rsangiz, meni ismim Javohir Shermuhammadov, bemalol Google dan qidirib topishingiz mumkin. Va sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Gollivud yorvardingiz lekin. Gollivudda o'ynaydi, Gollivudda o'ynaydi. Yo'q-a? Haqiqatan ham Gollivudda aktyorman o'zim. Mana Lekin haqiqatan ham Gollivudda tan olingan birinchi o'zbek aktyoriman. И qo'shimchasiga blogerman.